Xudo bugun 5 ta bo'g'ozimiz bor. Hammasi shved. Anaqa gigantini so'raganlar bormidi? Kuni qolgan xudo xolasa 10 kunmi, 15 kunmi, 20 kunmi. Xudo xolasa taylari уже to'g'ri ya. Onasi 960 kilo kelgan dedi. Bo'ylari 1.45 atrofida bo'lsa kerak. Mol o'ta go'zal mol, xudo xolasa. Taylari ham yuvoshligi zo'r. Chandirni yorvoradi, oq yelin oq tutak. Kvadrat mol, xudo xolasa. Bo'zak. Hali kuray ham chiqarmagan shekilli. Taylari ham zo'r, xudo xolasa. 25 ta sut bergan molni bolasi 960 kilo ekan. Manaqa tozasiga qiziqadiganlar bormi? 8 oylik. 2 kurayli bo'lsa kerak. Birinchi qoringa. Sasoylar ham mana shu to'rtta joyda xudo xolasa. Xunajin birinchi qoringa. 8 oylik, bo'ylari 1.35 bilan 40 atrofida bo'lsa kerak. Bir kun ham kam emas, xudo xolasa 8 oyda. Toza shved. Manaqa go'zali ham keldi, xudo xolasa. 3 oylik bo'g'oz, birinchi qoringa. O'zi bir 15-16 oylik bo'lsa kerak. Katta fermani moli, xudo xolasa. 3 oylik aniq bo'g'oz, xudo xolasa. O'zinglar qildirildi. Hozir kuraytishi yo'q. O'ta katta mol bolasi. Shoxlari endi chiqyapti ekan. Bo'ylari 1.30 atrofida. 3-chi molimiz. 4-chi molimiz manaqa polvonini so'raganlar bormi? Ikkovlariga nima bo'lyapti? Bo'ylari 1.25 atrofida. Shvedni udari, xudo xolasa. Bu ham 3 oylik bo'g'oz. Orqalari pachkalarni ko'rsatamiz hozir. Vopshim kelgan mol, xudo xolasa. 3 oylik bu ham. Chandillari ham o'ta go'zal. Taylarni o'sha solyapti ekan. Joyli. Manaqa go'zali ham kelgan. 1.20 ga borib bo'lmasa kerak-ku. Bo'zak 4.5 oylik bo'g'oz bu. Oxirgi molimiz, 5-chi molimiz. Taylari ham o'pishim kuklada buni. Sigir qilib olaman deganlarga bitta xo'jalikka zo'r sigir bo'ladi. Inshaalloh. Asasolar. Bittasi go'ng tegib qolibdi.